Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir ko'plar savol-javoblar beryapti. O'zbekistondan qayerdan kelsa ham mana shu nimani QR kod haqida savol-javoblar qilyapti. QR kod hali hech qanday nimaga tushgan yo'q-da, ishga, ya'ni tizimga tushgan yo'q. Bemalol kelyapti. Yozib bergan aka-ukalarimiz ham kelyapti. Bemalol kelaverasizlar. Agar mana shu nimaga Play Marketga kelib, Ruzi deb yozsalaring, shuni saqlanib qilib, ism familiya to'ldirib qo'yinglar, bo'ldi. Rasmdan o'tib qo'yinglar, boshqa hech narsa kerak emas. Hozircha unday senda QR kod yo'q ekan deb qaytarib yuborayotgan joylar bo'layotgan. O'shaning uchun bemalol xavotirga o'rin yo'q, kelaversalaring bo'ladi. Zapret deportlaringda kelish oldi tekshirtiringlar. Xudo xolisa tekshirib ham beramiz. Biletlar bo'yicha ham shu ko'rsatilgan raqamlarimiz orqali aloqa chiqasizlar. Zapret deporti borlar, bessrochno urilganlar P10 statya bilan boshlanadi. O'shalar menga aloqa chiqaversalaringiz bo'ladi. Xudo xolisa chiroyli qilib nima ochib, chiroyli qilib kirgizib ham kelaveramiz. Faqat nomerlarimizga bog'laningizlar. Tanish bilishlaringizga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Xizmatdamiz.